This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio anlıqçılar. Anlavatqanыңlar Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıvatqan Erkin Asya Radyosu'nun 28 yanvar seyşembe günüdeki Uygurca anlatışı. Bugünkü bir saatlik Uygurca anlatışının program riyasetçiligi için Şadiye sizler için hizmette. Hürmetli radio anlıqçılar, programımızı bugün tövendikidek o'rinlashtirdik. Aldı bilan diqqatingizga bugünkü dünya vaziyatiga doir siyosiy, ijtimoiy ma'lumotlar, shundaqla yana Uyg'urlarga munosabatli iqlim masalalari va qiziq nuqtalar haqidagi qisqa xabarlarni sunamiz. Vaqa va muloyiz sayfisida o'z muxbirlarimiz, shundaqla ixtiyor muxbirlarimizning tayyorlashidagi tafsiliy xabar va xabar to'g'risida yurgizgan muloyiza analizlarini anglatamiz. Aldı bilan o'z muxbirimiz Azizning tayyorlashidagi qisqa xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Qadirli radio anlıqçılar, növətdə bugünkü radio programımızı yaxtırıb anlağaysızlar. Amerika təvəsində hər xil temalar boyunca rəy sınashda ortaq itirafqa erişkən Rasmussen Doklati şirkəti yaqında Amerika fuqarolarının Xitoy haqida qanday qarashda ekanligini sinab ko'rgan bo'lib, natijada 45% kishining Xitoyni dushman deb qaraydiganligi ma'lum bo'lgan. Ularning 27 yanvardagi dokladida ko'rsatilishicha, ular bu qatam Amerika prezidentlik saylamiga bilet tashlagan kishilarni rəy sınash obyekti qilib tanlagan. Bu qatam rəy sınashga ishtirok qilganlardan faqat 7% kishi Xitoyni ittifoqdosh deb qaraydiganligini aytgan bo'lsa, 43% kishi Xitoyni ittifoqdosh bilan dushmanning orasida deb qaragan. Halbuki 2017 yil yanvarda Xitoyni dushman deb qaraydiganlar 18% bo'lgan ekan. Bu qatimqi rəy sınashga ishtirok qilganlar ichida Cumhuriyetçiler va demokratchilar mutlaq ko'p sonni egallagan bo'lib, ular birdek iqtisodiy omil tufaylidan Amerika hukumatı hozirga qadar Xitoy sodir qilayotgan turli dafsanachilik qilmishlariga sukut qilib keldi deb qaragan. Bo'libmi 65 yoshdan oshganlar ichida mushkil fikrga moyillar birdek ko'p bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika-Xitoy o'rtasidagi yiriklashishda Xitoy tarafining aqliy mulk o'g'irligi, Tayvan virusi yuqumi va Xitoyning Ukrainaga tajovuz qilayotgan Rossiyani moddiy jihatdan qo'llashi qatorliqlarimi Xitoy haqidagi salbiy qarashni oshirgan muhim omillardan deb qaralayotganligi ma'lum. Bu xildagi Xitoyni dushman deb qarash xohishi 2024 yil yanvarda Piyu markazining rəy sınash faoliyatidami mush shaklda ma'lum bo'lgan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres yaqında Yahudilar zor qirg'inchiligining 80 yillik xatir munosabati bilan televiziyada so'z qilib, bu zor qirg'inchilikning insoniyat xotirasidan o'chib ketishi o'tmishga qilingan xiyonat, shundaqla kelgusiga qilingan sotqinlikdir degan. Antonio Guterres ayni vaqtdagi tarixni aslash jarayonida natsistlar Germaniyasi butkul Yahudilarni yo'q qilib etishni ko'zlagan zo'r qirg'inchilikda 6 million Yahudining qirib tashlanganligini alayda eskartgan. U bu vaqt qilgan so'zida bu qurbonlar va hayot qolg'uvchilarning urug' tuqqanlari bilan bir sapda turamiz degan. Halbuki uning xarakter va natija jihatda Yahudilar zo'r qirg'inchiligiga o'xshab ketadigan, hatto uningdan ig'ir deb qaraladigan Uyg'ur qirg'inchiligi haqida hozirgacha so'z qilib boqmaganligi, amdilikda bir yumlabla qirg'inchilikqa qarshi turg'ich qiyofatida so'z qilishi X'da keskin tanqidlandi. Kishilik huquq faoliyatchilaridan Emma Relli uning ayni vaqtda Xitoy hukumatı ijro qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqida so'z qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ismligini Xitoy hukumatiga topshirib berganligini eskartib, siz hozirgacha Uyg'urlar bilan ko'rishishni rad qilib kelyapsiz. Siz boshqarayotgan qirg'inchilikning oldini olish xonasi hozirga qadar Uyg'ur qirg'inchiligi haqida sukut qilib kelyapti degan. Shundaqla Xitoy hukumati har yili BDTga yo'llayotgan $10 million mablag'ning
buning muhim sabablardan biri ekanligini tilga olgan. Tibet kishilik huquq faoliyatchilaridan Tenzin Namgyalmo shu qatorda Antonio Guterresga javob qaytirib, meningcha sizni BDT tarixidagi eng nachar bosh kotib deyishga bo'ladi deb yozgan. Antonio Guterresning BDT bosh kotibi bo'lish sifatida BDT ahdnomasiga xilof bo'lgan mushu tarixidagi ishlari yillardan buyon uni o'xshamagan tanqidlarga nishon qilib kelayotganligi ma'lum. Reuters agentligining 27 yanvardagi xabarida aytilishicha, Xitoy hukumatı Xitoy fuqarosi ekanligi jazmlashtirilgan qonunsiz ko'chmanlarni Amerika tavasidan Xitoyga qaytarib ketishga rozi ekanligidan bishorat bergan. Amerika prezidenti Donald Trump bu xildagi qonunsiz ko'chmanlarni olib ketmagan davlatlarga qarata tamojni beji va boshqa iqtisodiy jazo turlarini ijro qilish haqida so'z qilgandan keyin bu yangi taraqqiyotning ko'rilishi zo'r diqqat qo'zg'amoqda. Xabarda aytilishicha, sobiq prezident Joe Biden davridagi chegara siyosati tufaylidan millionlagan ko'chmanlar qonunsiz holda Amerika chegarasidan o'tgan bo'lib, yangi hukumat bu xildagi qonunsiz ko'chmanlarni birdek kelgan joyga qaytarish haqida bir qator choralarni ishga solgan. Shu qatorda necha 10 minglagan Xitoy fuqarolari bu xil qaytarishning nishonlariga aylangan. Ammo Xitoy hukumatı Amerika tavasida turayotgan qonunsiz Xitoy ko'chmanlariga oq pasport deb ataladigan sayohat guvohnomasi taqdim berishni keyinga surib kelmoqda ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning bu vaqtda so'z qilib, biz Amerika qonun doiralari bilan ko'chmanlar masalasida hamkorlashyapmiz. Qaytariladigan qonunsiz ko'chmanlar masalasida ularning Xitoy fuqarosi ekanligi va Xitoy cho'ng quruqligidan kelganligi aniqlangandan keyin qaytarib akitamiz degan. Amerika chegarasidan qonunsiz holda top-top bo'lib o'tgan minglagan Xitoy yoshlarining askarlik yeshidagi yoshlar ekanligi, ularning keyingi vaqtlarda Amerika uchun xavfsizlik masalasi paydo qilish ehtimolining borligi buningdan ilgari ko'p qatim tilga ilingan masala bo'lib kelgan. Ammo Xitoy hukumatı ta hozirga qadar o'zlarining bu xildagi qonunsiz Xitoy ko'chmanlarini qaytarib ketishga moyilligini bildirib baxmagan bo'lib, bu yangi yuzlanish navbatda turli taxminlarga sabab bo'lmoqda. Xitoy yasab chiqqan sun'iy aql aplardan Trentintish app magazindan o'rin elish bilan tangla bu haqdagi tanqid va g'ulg'ula cho'qonlari har qaysi axborot vositalaridan o'rin oldi. Ross Anderson imzosida kuzatkichi gazetining 27 yanvar sonida e'lon qilingan bu haqdagi obzorda aytilishicha, avtor mazkur appni tushirgandan keyin uningdan Uyg'urlar keyin deb so'ragan. Trentintish buningga javob berib, Uyg'urlarning turkiy tilli xalq ekanligi, ularning mo'l madaniyat miroslarga ega ekanligini tilga olgan. Orqadilla Xitoy hukumati ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandichiliklari tufaylidan Uyg'urlarning yaqindan buyon xalqarada zo'r diqqat qo'zg'ayotgan temalardan bo'layotganligini, Uyg'urlarning zo'r tutqun, majburiy emgak, kollektiv nazorat diniy va madaniyat haqlarining cheklanishi qatorliqlarga nishon bo'layotganligini eskartgan. Orqadan ushtum tutla bu uchurlarning hammasi biroqla yuyilib ketgan. Hamda tezdan kechiring, buningga javob berish hozircha qo'limdan kelmaydi. Boshqa temalar haqida so'zlashaylik degan uchurni ko'rsatgan. Avtor yana Tiananmen qirg'inchiligi haqida savol so'raganda, mazkur app yana o'xshash shaklda o'zining buningga javob berolmaydiganligini ta'kidlagan. Mazkur appni shiltib boqqanlardan Jordan ismli bir yosh qini Xi Jinpingni tanqidlab boqqan deganda, bu app o'xshashla buning o'zi javob bera oladigan doirdan olqib ketganligini aytgan. U qaytiribla amsa Donald Trumpni tanqidlab boqqan deganda, mazkur app tezdan Donald Trumpning o'nlagan qamlashmagan taraflarini qatoriga tizib chiqqan. Qabih Xitoy nomidagi qo'llanuvchi 28 yanvar kuni Trentintish haqida so'z qilib, mazkur appning amaliyotda Xitoy Kompartiyasining cho'nqur ta'sirida ekanligini, Xitoydagi boshqa applarga o'xshash buningmi Xitoy tashviqot uchun xizmat qildiganligini eskartgan. Shundaqla Xitoyning hozir g'arb dunyosi ta'minlatgan yuqori fan texnika orqali Xitoy Kompartiyasining tashviqotini qilish va saxt uchur tarqitish bilan mashg'ul bo'layotganligini ta'kidlagan. Xitoy boshqarishidagi Tangritog' to'g'rining 28 yanvardagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumati uqtirish chiqarib 2025 yillik Chag'an bayrami mezgilida Urumchi shahrida 8 turli e'tibor tadbiri yo'lga qo'yilganligini jakarlagan. Uqtirishda aytilishicha, bu tadbirlar ichida har qaysi joylardagi mashina to'xtatish maydonlarida haq ommaslik, kutubxona va muzeylarni haqsiz ichib etish, hukumat mulozimatini to'xtatib qo'ymaslik, etildoq setish nuqtalarini ko'paytirish va etildoq bahosini tövallatish, ommaviy taksi mashinalarini ko'paytirish, qatnash qoidasiga tunji qitim xiloflik qilguvchilarga yengil jazo berish deganlar o'rin olgan. Bu yilmi oldingi yillardagiga o'xshash Chag'an harpisida Uyg'ur elidagi har qaysi joylarda chag'anlik uchun javobi tugish,
panus yasash va eshiklarga xitoycha masnaviy esish zo'r dag'dug'i bilan davom qilayotganda bundaq bir yurish e'tibor siyosatining o'tirg'i chiqishi mazkur bayramni ulug'lashtirish bilan bog'langan holda munozara qilinayotganligi ma'lum. Uyg'ur elidagi qirg'inchilikda Uyg'urlarning ma'naviyat dunyosi eng og'ir zarbaga uchragan sohalarning biri bo'lib, navbatda Xitoy hukumatining zo'r kuch bilan Xitoylarning Chag'an bayramini Uyg'urlarning Qurbon hayit, Ro'za hayit degandek an'anaviy bayramlarining o'rniga dastlashga urinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Shu sababdanmi bu xildagi e'tibor tadbirlarining Chag'an bayram mezgilida yo'lga qo'yilishi Uyg'ur jamiyatiga Chag'an bayrami haqida ijobiy ta'sir qoldirish hamda shu orqali Uyg'ur jamiyatining Chag'an bayramini o'zlari xohlagan holda bayram sifatida qabul qilishiga xizmat qildirish urinishi deb qaralmoqda. Hürmetli radio anlıqçılar, diqqətinizdə Amerika paytaxtı Washingtondan tarqıtıb atqan Erkin Asiya radiosunun 1 saatlik Uyğurca anlatışı. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Şadiye. Tövəndə vaqe və mulay səhifəsi boyunca anlatışımızı başlayırıq. Mazkur sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyor muxbirlarimiz navbatdagi Uyg'urlar vaziyati, shundaqla dunyo axborot vositalarida Uyg'urlarga oid masalalar tema qilingan muhim xabar va uchurlar to'g'risida yangi ma'lumotlardan sizlarni xabardor qiladi. Qadrli radio anlıqçılar, enamsa diqqətinizlər növbətdəki proqram məzmununda bo'lg'ay. Uyg'ur elidagi yer nomlarida yaqinqi yillarda bir qator sun'iy o'zgartishlar ko'rilayotgan bo'lib, bu hodisalarning keyniga qandaq maqsadlarning yoshiringanligi izchil kishilarning diqqatida bo'lib kelmoqda. Shuningdek, bu xil o'zgartishlarning eng oxirida Uyg'urlarga berilgan avtonomiya haqlarini bekor qilishning tayyorlik xizmatlari bo'lish haqidagi taxminlarni o'ttirg'i chiqarmoqda. Tövəndə o'z muxbirimiz Azizning bu haqdagi tafsiliy ma'lumotlari diqqatingizda bo'ladi. Uyg'ur elidagi qirg'inchilikda Uyg'urlarga xos madaniyat va milliy kimlik iznolari eng zo'r darajada yo'qotish obyekti qilingan bo'lib, buningda bakmo ro'shan aks etgan bir soha yer-joy nomlaridagi o'zgartish qilmishi hisoblandi. Buningda Xitoy tarix nomlaridagi xitoychilashtirilgan yer-joy nomlarining asliga keltirilishi bo'lsa, buningdagi siyosiy g'arazni vositalik holda ko'rsatib berdi deb qaralmoqda. 2024 iyunda Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Uyg'ur yer fondi o'rtaq holda ishlab chiqqan dokument Uyg'ur elidagi 600 dan ortiq yiziqishliq nomlarining 2009-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oralikda sun'iy holda o'zgartirilganligini ratlab chiqdi. Shundaqla o'z navbatida har soha kishilari orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Mazkur dokladning avtorlaridan biri bo'lgan Abduvali Ayub bu vaqtda qilgan so'zida Xitoy hukumati mushu orqali Uyg'urlarning tarix haqidagi aslimlarini o'chirishni istamoqda. Chunki bu nomlar Uyg'urlarga ularning kimligi va tarixini aslatadi degan edi. Albuki bu xil tarixni unutuldirish urinishi Xitoy hukumatining texmo zo'r ko'lamdagi ma'muriy birliklarni o'zgartirish qilmishida Xitoyning tarixini aslatish shaklida davom qilganligi ma'lum. Buning eng tipik misollaridan biri Uyg'ur elidagi Qumul va Turpan viloyatlarining bekor qilinib, ularni viloyat darajalik shahar sistemasiga o'zgartirishga uchraydi. Xitoy hukumatining bu vaqtga uqtirishida ko'rsatilishicha, 2015-yil aprelda Xitoy markaziy hukumatining tasdiqi bo'yicha Turpan viloyati bekor qilinib, uning o'rniga viloyat darajalik Turpan shahri dastilgan. Aslidagi nohiya darajalik Turpan shahri bo'lsa, Idiqut, ya'ni Gavchang rayoni nomidagi rayonga o'zgartirilib, Turpan shaharlik hukumat o'rnashgan makon bo'lgan. Bu hol Qumul viloyatining bekor qilinish musobasidami aynan takrorlangan. Xitoy markaziy hukumatining bu vaqtga uqtirishida ko'rsatilishicha, 2016-yili Qumul viloyati va Qumul shahri bekor qilinganda, viloyatning o'rniga viloyat darajalik Qumul shahri dastilgan. Aslidagi nohiya darajalik Qumul shahrining nomi Everg'ol, ya'ni Yeju rayoniga o'zgartirilgan va shaharlik hukumatning turishliq o'rni qilib bekitilgan. Tarixiy ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Gavchang va Yeju nomlari Xitoyning Suy va Tang davrlariga mansub salnomalarda, bo'libmi Tang imperiyasining O'rta Osiyoga kengayish urinishi yuqori pallaga chiqqan mezgillarda hozirgi Turpan va Qumul rayonini ko'rsatadigan Xitoycha nomlar bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlaridan doktor Henry Shajeviski buning Xinjiang azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi degan mazmundagi nazariya bilan bo'lgan ba'zi bog'lanishini alohida eskartadi. Yeah, it's the move that colonialists make.
Yeah. I think that naming, geography and toponyms are about telling cartography and map making. Shunda bu Cihangirlik her qachon qiladigan ishlar jumlasidandir. Chunki yer nomlari har qachon jug'rofiya va xaritchilik bilan chambarchas bog'lanib ketgan bo'ladi. Ammo biz deyotgan bu hadislar bir taraflama reallikni aks ettiradi. Bundaqcha aytganda, buningda yer nomlarini unutuldirish xohishi mavjud. Chunki buningda kishilar barbara o'zlari yashayotgan joyning aslidagi yer nomi nima ekanligini tadrijiy unutib ketadi. Buning uzun mezgillik ta'sirini o'ylashganda shubhisizki, u Cihangirlikning zamin ishg'oliyatini normallashtirish va tabiiy ahvol qilib ko'rsatish rolini o'ynaydi. Agar Xitoy akademiklari bu xildagi yer nomlarini Xitoycha yer nomlariga aylantirgan bo'lsa, bu holda Xitoyni shu yerning egisi qilib ko'rsatishdan boshqa rol o'ynamaydi. Masalan, Shiyu degan so'z G'arbiyot degan ma'noda bo'lib, Cihangirlik mazmundagi Xinjiang, ya'ni yangi chegara degan so'zdan butunlay farq qildi. Bu xil nom o'zgartishi bu joylarning Xitoy bilan bo'lgan tarixiy bog'lanishini da'vo qildi. Shunga buningda ikki xil hodisa mavjud. Biri tarix da'vosi, yana biri Cihangirlik ishg'oliyati ostidagi asli kimlikni o'chirish urinishi. So there's two things happening. It's that historical claim, but it's also the erasure that comes with colonial occupation. Ammo Xitoy hukumati ro'yobga chiqargan munosabatlik inglizcha torbatlarda Uyg'urcha shakldagi Ediqut yoki Evrog'ol nomlari emas, aksicha Gauchang va Yiju nomlarining qo'llanilishi buningdagi maqsadning Xitoycha nomlarni umumlashtirish ekanligidan vositalik holda bishorat berdi. Bu nuqtani mustaqil siyosiy analizchi Ilshad Hasan alohida eskartdi. Uningdanki bu yerda mancha bo'libmi Turpan bilan Qumulninki kelgan vaqtida yana birisi Turpan. Buni hozirgacha xalqaro xaritalarga qaraydigan bo'lsak, Turpan deb yozildi. Inglizchadimi Turpan deb yozildi. Tulufan deb yozmaydi. Qumulnimi Qumul deb yozdi. Qadimiy ism bilan. Endi buni Turpanni Gauchang degandan keyin bu Turpan degan ma'vu an'anaviy Uyg'ur ism yo'qab, boshqacha bir Xitoycha ism qo'yilib menyapti-da. Qumulninkimi Yivu Ubu deb uni Arturikninki Xitoylashgan ismini ishiltish, Qumulni yo'qotish. Mana degan vaqtida Xitoy planlab bir jihatdan Uyg'ur amaldorlarni mayli o Xitoyga ishlaydigini bo'lsin, ammo bularni yo'qotish, uningdan keyin bu tarixdagi an'anaviy ismlarni so'zlashtirib, unutuldirish, uningdan keyin uning o'rniga Xitoycha ismlarni qo'yish, shu orqali buni kuchaytirib menish. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi hukmronlik usuli 1955-yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni nomida qurilgan siyosiy gavdani asos qilgan holda davom qilib kelgan bo'lib, avtonomiya nomida oblast, nahiya va yez ta'sis qilish izchil turda bo'lib idora qilishning zamonaviy shakllari deb qaralib kelgan. Xitoy qonunlarida ko'rsatilishicha, Xitoyning ma'muriy birliklari 3 darajaga ayrilsa-mu, Uyg'ur elida avtonom rayon, viloyat, nahiya va bozorlik 4 darajada hukumat vazifasini ado qilib kelayotganligi ma'lum. Halbuki bu vaqtdagi uchurlar bu xildagi viloyatlarni bekor qilishning izchil davomlashib kelganligini, shuningdek bundan keyinmi davom qiladiganligini ishora qiladi. 2001-yil 6-oktyabrda Xitoy markaziy hukumati uqtirish chiqarib, Ili viloyatini amaldan qoldirgan hamda viloyatga qarashli barliq ma'muriy birliklarni Eli-Qozoq avtonom oblastiga o'tkazib bergan. Bu ahvol Qumul va Turpan viloyatlarini amaldan qoldirib, ularning o'rniga viloyat darajalik shahar ta'sis qilgandimi aynan takrorlangan. Mustaqil siyosiy analizchi Ilshad Hasanning qarashicha, bu xildagi ma'muriy birliklarni ixchamlash amaliyotda bir yoqdan Uyg'urlarga berilgan huquqni ojiz etish rolini o'ynasa, yana bir yoqdan asldillar qarindoshlik an'anasiga ega bo'lgan Uyg'ur va Qozoq qatorliq millatlar orasida sun'iy holda dushmanlik paydo qiladi. Ili oblastni hamda Qozoq avtonom oblast bo'lgandan keyin buningda hamda Qozoq qarindoshlarimiz asosiy rahbar bo'lsa, G'ulji viloyatiga kelgan vaqtida Uyg'urlar asosi o'qishga viloyatning valisi ko'pincha ahvolda Uyg'ur, undan keyin bu yerda Uyg'ur kadrlar nayti jiqdi. Uyg'ur viloyatni yo'qotdi. Mushu o'ttir qismdagi Uyg'ur kadrlarni hammani yo'qotish xizmatchilarni. Mana degan vaqtida yana bir shu Uyg'ur bilan qozoqlarni qasddan bir xil urush qilish. Bu huquq yo'q qilgandan keyin manfaat yo'qaydi. Shuning bilan bular bir-birsiga o Xitoydan ko'may Uyg'ur Qozoqdan, Qozoq Uyg'urdan ko'rib bir-birisining orasidagi ziddiyat. Hamda hozir bu Turpanninkidimi maqsad nima desang,
viloyatni yo'qotish orqali Uyg'urning bu yerdagi viloyatdagi bu darajalik amaldorlarni, idoralarni hammani yo'qotib, shahar bo'lgandan keyin buningga Xitoyni asos qilish, shuning bilan bu yerda Uyg'urlarningki huquq andimundam demayli yag'andim bo'lsinmi, buni butun yo'qotish. Qumulningmi naq o'xshash. Qumulda viloyatni yo'qotgandan keyinlar shaharda yag'andim bir Uyg'ur qoladi, shahar boshlig'i qag'namiz Xitoy bo'ladi. Shunga mayada mana degan vaqtida Uyg'urlarningki andimunda bo'lsinmi, qag'an avtonomiya ki mushunda degandek viloyatki bu darajani hammani yo'qotib Xitoylashtirishninki yana bir usuli. Xitoy hukumati e'lon qilgan uqtirishlardan Tangritog' to'rining xabarida aytilishicha, 2015-yili aprelda Xitoy markaziy hukumati Turpan viloyatini bekor qilganda, buning osonlikcha ishga oshmaganligini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, viloyat darajalik shahar ta'sis qilishning bir muhim sharti dehqonchilikdan xoli bo'lgan shahar nufusining soni 250 mingdan yuqori bo'lishi hisoblandi. Shundaqla shu shaharning yillik milliy ishlab chiqarish umumiy qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lishi. Buning 80% ning ko'pragi jazman sanoatdan kelgan bo'lishi lozim. Bu hol cho'ng jihatdan olganda, dal Xitoy hukumati 2020-yildan buyon zo'r kuch bilan ijro qilayotgan Janubiy Shinjang rayonining nufusini a'lolashtirish nomidagi Xitoy nufusini yetkash orqali Qorim vodisidagi Uyg'ur nufusini nufus qurilmasida osonlik o'ringa tushirib qo'yish. Shu orqali Uyg'urlar ustidan mutlaq hukmronlikni amalga oshirish urinishi bilan parallel chiqadi. Ya'ni mundaqcha aytganda, yangidan tashkillangan shaharlarni shahar bo'lish talabiga yetkazish uchun bu joydagi dehqonchilik bilan aloqasi bo'lmagan nufus sonini o'lchamga yetkazish. Bu joylarda sanoat bazasi qurish lozim bo'ladi. Buni tez suratda amalga oshiradigan birdan-bir chora bo'lsa, ichkaridan zo'r sonda Xitoy nufusini ko'chirishdir. Xitoy hukumatining Qorim vodisidagi har qaysi viloyatlarga Xitoy nufusini ko'chirish harakati haqida so'z bo'lganda, lagershunos olimlardan doktor Adaryan Zenis buning mohiyatda o'ltiraqlashish mustamlikachilikka shakldagi hukmronlik ekanligini ta'kidlaydi. Yes, we have a strategy of settler colonization akin to what we saw in the 1950s. In 1949, Han Chinese population shares in Xinjiang were very low. O'ltiraqlash mustamlikachiligga deydigan bir strategiya mavjud. Chunki biz 1950-yillardagi vaziyatga nazar solsak, 1949-yili Xinjiangdagi Xitoy nufusining nihoyat tuvanligini, ya'ni 1% ekanligini bayqaymiz. Chunki u vaqtda bu rayonda Uyg'urlar va boshqa millatlar hukmron o'rinda edi. 50 va 60 yillarda Xitoy hukumati o'ltiraqlash mustamlikachiligini ijro qiluvchi kuchlarni, ya'ni Xinjiang ishlab chiqarish qurilish punklarini paydo qildi. 2015-yildan keyin bo'lsa, ushtum tutib boshlangan yoshirin taraqqiyot strategiyasi o'ttirg'i chiqdi. Buning bilan Xinjiangda nufusi bu joyda bo'lmagan g'oyat zo'r sondagi aholi boshqa joydan ko'chib kelishga boshlandi. 2015-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oralikda oz degandimi 2 million nufus Xinjiangga ko'chirildi. Bu xil ko'chib kelgan Xitoy nufusi yuqori maosh, yaxshi xizmat, bekorlik uy degandek farovonlik choralarining qiziqtirish bilan ko'chirib kelganlar. By promises of high salaries, good jobs and free housing. Aloqador materiallarda ko'rsatilishicha, hozir Xitoy hukumatining ro'yxatida jami 7 viloyat saqlanib qolgan bo'lib, Uyg'ur elidagi Oqsu, Qashqar va Xotanni o'z ichiga olgan holda, bu xil viloyatlar Tibet va Xeylongjang o'lkasidan boshqa joylarda mavjud emas. Holbuki Uyg'ur elidagi ma'muriy birliklarga ro'baro holda mavjud bo'layotgan eng zo'r raqib kuch dal Uyg'ur elidagi o'ltiraqlashish mustamlikachiligini ijro qiluvchi Bingtuan sistemasi bo'lib hisoblandi. Xitoy hukumati yillardan buyon ta'kidlayotgan oshkora tadbirlardan biri yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasining muhim mazmunlaridan bo'lgan Bingtuan bilan yerlikni qo'shib o'tish bo'lib kelmoqda. Uyg'ur elida yaqinqi mezgillarda orqa-morqadan qurilgan sun'iy shaharlar va nohiylar birdek Bingtuanning boshqarish doirasida bo'lib, mohiyatda Bingtuanning amaliy quvvatini oshirdi. Elchat Hasanning qarashicha, viloyatlarning qisqartirilib yo'qotilishi yana bir yoqdan Uyg'ur elidagi avtonomiyani asos qilgan huquq taqsimotini parchalab, eng oxirida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni nomidagi ma'muriy birlik sistemasini Bingtuanning bevosita boshqarishiga o'tkazib berishga yo'l ochadi. Chunki viloyatlarning darajasi tushib shaharga aylandi deganlik keyingi qadamda avtonom oblastlarning yo'qilishidan derak beradi. Bular aldı bilan Bingtuan shaharlarini quryapti. Hozir birimiz 10 dan ish bo'ldi Bingtuanning shaharlari. Bu shaharlarga hammasiga Xitoy o'z oldiga ism qo'ydi. Bingtuanni uningdan keyin bu shahar bilan birlashtirsa, Bingbironxa degan bilan, Bingtuan bilan yerlik hukumatlarni birlashtirish. Uningki Xitoyningki mutlaq bu yerda hokimiyatni, huquqni hammani ilish qo'liga
öz aldığı karar çıkarış. Şu arkalık bana diye vaxtıda namideki avtonomiyani mi üstün üstün kılıp en ahırsı da şu avtonomiyani mi yok düşünün ki bir aldın başlanışı dep qarayma. Şu plan bo'yicha mengyapti. Shunanga bu Bingtonni kuchaytirish vaqti kelgan vaqtida Bingtonning nopsi oshgan vaqtida bu Uyg'ur avtonom rayon degan bilan bu yer Bington Xitoylar jiqtirsa nima uchun Uyg'ur avtonom rayon bo'ldi desa o vaqtida o'ziga o'zi bir kuchli isbot ko'rsatgan bo'ldi. Şuna olan bu avtonomiya degan Uyg'ur avtonomiya degan bu bo'lmaydi-ki, bu yer Uyg'urlar osonlik millat tursa o'zini ziminida o. Xitoylar ko'p sonni egallagan tursa qanday Xitoyni shuni olan o'lkaga almashtirdi. Balki hatto 3 o'lka qilishmi shuningdan boshlanishi mumkin. Shuningga bu Bingdi Rongha eng oxirsi kelgan vaqtida shu avtonomiyani yo'qdir. Növbətdə Uyğur elidəki vilayətlərdən Ağsu, Qashqar və Xotan vilayətləri keyinki qədəmdə şəhərə aylandırışның obyekti edib qaralayotgan bo'lib, bu xildəki məmuri dərəcəsini tövəltiş çarəsi Xitay hökumətinin təşkilatlarında birdək taraqqiyot deb təriflənib kelməkdə. Xitay taratqulardan egilinishçe, yaqında Uyghur Abdunum rayonluq hökumət Uyghur elining 2024-yildagi ishlab chiqarish umumiy qiymatining 2 trillion yuanga yetib, iqtisodiy taraqqiyotda ko'zni qamashtiradigan yaxshi natija hosil qilganligini e'lon qilgan. Gerçi bu ma'lumotlarda Uyghur elidagi iqtisodning yaxshilanayotganligi ko'rsatilgan bo'lsa-mu, ammo bu yaxshilanishning Uyg'urlar bilan qanchalik munosabati bor? O'tgan bir yil ichida Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolida haqiqiy Qatan yaxshilanish bo'ldimi qandaq? Tövəndə Gollandiyada turishliq obzorchimiz Asiyaning bu vaqt tayyorlagan Xitoyning 2024-yillik iqtisod uchurida Uyg'urlarga doir qandaq yolg'onchiliklar bor sarlavalik obzor maqolasi diqqatinglarda bo'lsin. Maqoladagi ko'z qarashlar avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitoyning 2024-yillik iqtisodiy uchurda Uyg'urlarga doir qandaq yolg'onchiliklar bor? Xitoy boshqarishidagi Tangirtaq to'rining 24-yanvardagi xabardan qaraganda, 23-yanvar Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq hukumat 2024-yildagi rayon iqtisodiga aloqador axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Mazkur yig'inda 2024-yilda Uyg'ur elining ishlab chiqarish umumiy qiymatining 2 trillion yuanga yetib, iqtisodiy taraqqiyotda ko'zni qamashtiradigan yaxshi natija hosil qilganligi e'lon qilingan. Shundaqla 2024-yili Uyg'ur elidagi kishi beshiga to'g'ri keladigan o'rtacha kirimning 30 ming yuandan oshganligi, shahar bozor aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik kirimining 42820 yuan, yezi kanat aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik o'rtacha kirimining 19427 yuan bo'lganligi deyilgan. Demak, bu uchurlardan qaraganda Uyg'ur elida iqtisodning yaxshilanayotganligi aniq. Ammo bu yaxshilanishning Uyg'urlar bilan qanchalik munosabatli bo'lgani amaliyotda biz ko'ngil biladigan eng muhim omildir. Undaqda 2024-yili Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolida yaxshilanish bo'ldimi? Xitoy mustamlikasi ostidagi Uyg'urlarning konkret iqtisodiy ahvoli haqida aniq ma'lumot olishimiz ancha osonga tushmasimi? Lekin Uyg'urlarning noposi, joylashish o'rni va bu joylarning iqtisodiy munosabatli uchurlardan Uyg'urlarning umumiy iqtisodiga baho berish imkoni yana mumkin. Undaqda biz oldi bilan Uyg'urlar noposining Uyg'ur elidagi joylashish ahvoliga qarab boqaylik. Bu haqda Xitoyning 2021-yili 26 sentabr e'lon qilgan Xinjiangdagi nopos taraqqiyoti nomli aqtashlik kitobidagi Uyg'ur noposiga oid uchurlarni misol qilishga bo'ladi. Mazkur aqtashlik kitobda Uyg'ur elidagi Uyg'urlar noposining 74.1%ning janubiy rayonlarga markazlashganligi, janubdagi 3 viloyat, bir oblastning umumiy noposining 83.7%ning Uyg'urlar ekanligi deyilgan. Mazkur sonliq ma'lumotlar Xitoyning 7-qatimliq mamlakatlik nopos tekshirish statistikasiga tayangan bo'lib, Uyg'urlar noposining ko'p qismining 2020-yilmi Janubiy Uyg'ur elida yanada ko'p sonliqni egallaydiganligini ko'rsatadi. Janubiy Uyg'ur elidagi umumiy noposning 83%dan ko'p nisbatni egallaydigan Uyg'urlarning 90%dan ko'pragi dehqonchilik bilan shug'ullanadiganligini Xitoy e'tirof qiladi. Bu sababdan Uyg'ur elining iqtisodiy munosabatlik Xitoy manbalik statistikalardagi yezi kanat aholilarining asosan Uyg'ur noposini ko'rsatadigan bir son bo'lganligini taxmin qilishga bo'ladi. Xitoy yuqorida Uyg'ur elidagi yezi kanat aholilarining 2024-yildagi kishi beshiga to'g'ri kelgan yillik o'rtacha kirimini 19427 yuan deb e'lon qildi. Bu deganlik dehqonlarning oylik o'rtacha kirimi 1600 yuan atrofida bo'ldi deganlik bo'lib qolmay,
Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi oyda 1600 yuan kirim bilan hayot kechirdi deganlikdir. Xitoy manbalik uchurlardan qaraganda Uyg'ur elining 2024 yillik kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimining 30 ming yuandan ko'p bo'lishi qaramay, Xitoydagi 31 o'lka ichida kaynidan sanaganda 5-o'ringa tizilgan. Demak, Uyg'ur eli davomli shaklda Xitoydagi eng namrat rayonlar holatini saqlab kelgan. Endi Uyg'urlarning zamin boyliqlarini xohlagancha talon-taroj qilish bilan beyigan Bintanning iqtisodiy ahvoliga qarab boqayli. Bintandagi Xitoy aholisining 2023 yildagi kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi allabirun 40 ming yuandan oshib ketgan bo'lib, buning ichida shahar bozorlardagi aholilarning kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi 46,485 yuan. Yezi kanatlardagi aholilarning kishi beshiga to'g'ri keladigan o'tirchi kirim bo'lsa 30,565 yuan bo'lgan. Yuqorqi ma'lumotlardan shunisi aniqki, Uyg'ur elidagi qonunsiz organ bo'lgan Bintandagi yezi aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik o'tirchi kirimi 2023 yilda Uyg'ur elining 2024 yildagi saviyasiga yetib bo'lgan. Bu deganlik, Bintan bilan Uyg'urlarning iqtisodida Xitoy ko'chmanlari bilan Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarning iqtisodida osmon zamin farq mavjud deganlikdir. Bu haqiqatanmi kishini bearam qilgan bir hodisa. Ammo ishlar buning bilan tugagani yo'q. Balki Uyg'urlarni namratlikdan qutuldiryapmiz deb necha 10 yillarcha shuar to'lgan Xitoyning Uyg'ur iqtisodiy munosabatlik mushundaq tuvan nisbatdagi statistikalik ma'lumotlarning ishonchsiz bo'lishi texmi qo'rqinchli. Darvaqa mushundaq tuvan nisbatdagi sonliq ma'lumotlarning ishonchsiz bo'lish ehtimolligi masalaning yana bir muhim tarafidir. Bu haqda biz Xitoyning 2024 yilning oldingi yarim yillik va 3 fasllik statistikasini misol qila olamiz. Ya'ni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik hukumatining o'tgan yili 24-iyul o'tkazgan Xinjiangning 2024 yili oldingi yarim yillik iqtisodiy ahvoliga doir axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'ur elidagi shahar bozor aholilarining yarim yillik kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimining 21,949 yuan. Yez aholilarining bo'lsa 2,941 yuan bo'lganligini e'lon qilgan. O'tgan yil noyabrda bo'lsa, Xitoy boshqarishidagi tangirtaq to'g'rida e'lon qilingan Xinjiangning o'tgan 3 fasllik kishi beshiga to'g'ri keladigan o'tirchi kirimi haqidagi xabarda o'tgan 3 faslda Uyg'ur elidagi yezi kanat aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan o'tirchi kirimining 6173 yuan bo'lganligi xabar qilingan. Demak, 2024 yili oldingi yarim yilda Uyg'urlarning mutlaq ko'p qism nufusining kishi beshiga to'g'ri keladigan kirimi 2190 yuan. Ya'ni oyda 365 yuan bo'lgan. Yana bu qiziqarli shuki, 2024 yili oldingi 3 faslda Uyg'ur elidagi yez kanat aholilarining kishi beshiga to'g'ri keladigan o'tirchi kirimi 6173 yuan bo'lganligini Xitoy o'zi e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin bu son 2024 yilning oxiridagi 3 oy ichida birdilla 19427 yuanga chiqib ketgan. Uyg'ur dehqonlarining iqtisodida qisqagina 3 oy ichida bu xildagi cho'ng sakrab ilgirlashning yuz berishi hayron qolarli emasmi? Halbuki Xitoyning statistikalik ma'lumotlarida saqtliqning og'irligi xalqaro tunishli bo'lgan bir sachilik bo'lsa-mu, lekin bu sachilik azaldan Xitoyning yolg'onchiligiga ta'sir ko'rsatib baqqan emas. Xuddi Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi dalil isbotlar samandek to'kilib tursa-mu, Xitoyning yanada o'zini paxtadan oq, suvdan pokiz qilib tashviq qilgandek. Lekin bu yerda bir narsa aniqki, Xitoyning Uyg'urlarni namratlikdan qutuldiryapmiz degani butunlay yolg'on. Balki bu yerda rost bo'lgani Uyg'urlarni dal Xitoy o'zi namratlik patqiga bir qo'lliq so'rab kirgan. Türkiye'de yaşavatkan yurti Xotan'dan bolgan bir muhacir 2015 yılı yurtidan hicret için seferge çıkıp Xitayning Yunnan chegirisiga yaqinlashganda bir turkum safardoshlarning tutilib ketganligi, bularning ichida Gumining Piyalma yesidan bolgan do'sti Abduqodir Abdurahmonning borligi, uningdan ta hozirgacha hech qanday uchur ololmaganligini inkos qilgan edi. Muxbirimizning bu inkosdagi yip ishlariga asosan aniqlashlari davomida Abduqodir Abdurahmonning 19 yillik kesitilganligi va navbatda Urumchidagi bir turmada jazo muddati o'tayotganligi oshkorlandi. Tuvanda o'z muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqt tayyorlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi.
Radyomuzga uçurup bergen yurti Xotandan bo'lgan bir muhacirning deyishicha, u Gumanayisning Piyoli mayisidagi bir do'sti bilan birlikda Xotandan Xitoyning Jinnan chegarasiga qarab yo'lga chiqqan. Chegaraga yaqinlashganda safardoshlarining soni 30 dan oshgan. Chegaradan o'tishdan bir kun avval ular mo'kinib yotgan uyga Uyg'ur elidan kelgan soqchilar tuyuqsiz besib kirib 20 necha safardishni tutib ketgan. Fakat 5 nafarlar shu kuni daldilnish va qechish yo'li bilan tutqundan omon qolgan. Atis chegaradan sog'-salomat o'tib ketgan. Shu kuni tutilib ketgan safardoshlar ichidagi do'sti Abduqodir Abdurahmonning uchurini ilish uchun ko'p qitimlab tirishib boqqan bo'lsa-mu, ammo hech qanday uchur ololmagan. Uning yana eskartishicha, Abduqodir Abdurahmon safar ustida o'ylangan bo'lib, ayolimi uning bilan birlikda tutib ketilgan va izdirki g'oyib bo'lgan. Biz Abduqodir Abdurahmonning ahvolini oydinlashtirish uchun Gumanayisning Piyoli mayisidagi aloqador soqchi xodimlariga telefon qildik. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Mana bu yezliq hukumatning telefonimi, Piyolimadagi o'yna telefonimi? Bu Paysona telefoni. Ha, Paysona telefonimi? Mana 3 va 4 dadiniki, 3 dadining kana soqchisining telefoni deb berding. Ya, onun telefonini deb bersam bo'lmaydi. Nemishqa? Mushu kana soqchisiniki, so'jonniki nomersini mana deb berman deganda. Piyolimadan telefonimizni qabul qilgan bir kanis soqchisi o'z tavallikidan 5 kishining hijrat safarida tutilib kesib o'tilganligini oshkorildi. Siz mas'ul kanatda mushu chet elga chiqishni tayyorligini qilib yoki chiqib ketib o'tib tutilgan kesilganlar bormi? Mushu ijrat deymiz, u bu to'g'riliq birmo'nchalar shuna bakani tutdi. Bu sotmish kanatda ichildimi? Shunaq. Qancha kishiniki sot ichilgan bo'ldi? Qancha kishi ustida? 5 adam ichildi. Buning ichida qonunning belgilanmasiga asosan turib, buni shu sot ko'lligisin Jensayandan sotda adam kirib o'qib turib tushundirib, naq maydonda hukm chiqarib, shu ijro qilganga eng oz bo'lmasa 10 yil bo'lmasa 10 yil yetib kesilgan ekan. Naq maydonda o'z masalasini vaqtida to'liq topshirmagandan tutqanda 2 jami 7 adamning bitirib qolgan. Yana bir kanis soqchisi o'z kentida turmada jazo o'tayotgan kishilar orasida Abduqodir Abdurahmon deb birisining borligi, uning navbatda Urumchidagi bir turmada jazo muddati o'tayotganligini oshkorildi. Hijratga minib, hijratdan qaytarildi deb tutilib, qo'yib berilganlar bormi yo'qmi? Sizning tavallikda. Unda qo'yib berilgani yo'q. Bularning ichidagi hamda yoshda eng kichik kim u? Abduqodir Abdurahmon qancha yoshda? 25 yoshlarda hijratga chiqib, Maqayada chiqib ekkanganiga 19 yillik kesdi. Sizning mahallidimi? Sizning shodidimi yoki boshqa mahalladimi? Bizning mahalladan, bizning kentdan. Bu chegaradan chiqib bo'lgandan keyin chegaraning u tarafidan qaytarib kirilganmi yoki chegaradanmi yoki chegaraga ketib o'tibmi? Chegara sizni qaytarib ekkangan. Qaysi yil qancha joyda? 15-yili 9-oy mezgilda. Ya. O'zi hozir qayerda jazo muddatini qayerda o'tayotir? Qaysi tavallikda? Jazo muddati Urumchida ekan, Urumchida o'tayotir. Uning bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Abdurahmon Uyg'ur Abdurayliq Jixi nazoratining aloqador soqchi xodimlari tomonidan safar ustida tutib kelingan. Bu hamda sizcha bu chet elga borgan chog'da shu bo'lganchilik maqsadi bilan yoki bir jon beqish uchun, turmush uchun hayot yo'l izlab borganmi? Boshqalarga azdirib nakar qilib ashunda atmangan qolganda shu bitirlik tashkilot qatnashga maqgan bo'lmasa bu anda ixrar uni de so'roq orqali ba'zi yasa nima qilib chiqadi aytanglasha. Deyilishicha Abduqodir Abdurahmon hijrat safari davomida safardosh bir xonim bilan imom nikosi o'qitib o'ylangan. Xotanda sud ichilganda Abduqodir Abdurahmon atalmish qonunsiz nikoh o'qitganlik uchun 5 yillik, hijrat safari uchun 14 yillik bo'lib, jami 19 yillik kesib o'tilgan. Qonunsiz nikoh qilingan deganga 5 yil, o'zining aqlmishiga 14 yil, jami 19 yilda kesilgan. Bek ig'ir bu jazosi. Burun o'tkazgan boshqa bir xatoliklar bormi? Jinoyat tarixi bormi? Başka bir o esma yavaş bir isimde burun teşkilatının yanlış başını tutan sapçık bir ifadesi katmalma emestek. Ama bu nimede işleyen caizinde. İşleş yerlerliydi mi yakşıydı ifadesi. An kimmiş bazarda bir navayçılık önergen gel çıkayıp an navayçılık kılıvatkan mezgilde şu vaktılda şu başkalarının arılış şu cereyanda özgürlük etken ama onu aldırdı başka hareketleri Abduqodir Abdurahmonning kesilgan vaqtida 25 yosh ekanligini tilga olgan mazkur soqchi xodimi Abduqodir Abdurahmonning ayolining navbat turmida ekanligi, ammo uning jazo muddatidan xabarsiz ekanligini
eskertidi. Ayali, o nikah uqtiga ayalning ismi familiyasi nima? Onu bilmayman ben, bizning kenti bilmasam da ayalning näldi nikah näldi atmaydı. Ayalichi ayal turmadimi emasmi? Endi ayalmi turmadi yani. Qaysi turmadi ekan? Onu uqmaysizlar. Ilgirki aniqlashtirimizda 2013 2014 ve 2015 yılları hicret seferiga chiqqanlarning zo'r bir qismining safar ustida tutilganligi, ba'zilarining dastlabda oyoq bosgan davlatlar tarafidan Xitoyga qaytarib etilganligi, ba'zilar bilan soqchilar orasida to'qinish chiqib, etib etilganligi oshkorlangan edi. İnkasçı muhacirnayan deyişçe Abdülkadir Abdurrahman 1990 yılı Gumanayis'nin piyali mayısıda bir denizat aileside tuğulgan toluksuz otlarını bütürgenden keyin navaylık kesbini ügünüp piyali mayısıda navaylık dükkan açkan. O jarayanda o bazıda dadısıda ügengenlerine asasen mahallideki küçük ballağa Kur'an savadi bergen. Bu iş tüpeyli keyinki yıllarda her kıtımlık bexatarlik tedbirlerinin icraatları devamında tüpekitlip Navayxan dükkanı neçi kıtımlap taqlib qolgan bahru normal bir tirikchilik yo'li va erkin diniy e'tiqod muhitini izlab chet el safari uchun otlanganda yuqorqi qismatga duch kelgan. Hurmatli radio muxlislar, yuqorida 25 yoshli Abduqodir Abdurahmonning hijrat safari ustida tutilib 19 yillik kesib etilganligi haqida ma'lumot berdik. Xitayning ijtimoiy to'r taratqulardan Uyg'ur elida navbatda Uyg'ur tili kasbiga bo'lgan ehtiyoj yuqori ko'tarilganlik sababidan oliy bilim yurtlaridan boshqa yana rayonda ko'plab til tarbiyalash kasbiy maktablarining ichilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Egilinishcha, Xitoy kursantlarining ehtiyojiga asosan ta'sis qilingan bu kurslarning ichida uzun muddatlik, qisqa muddatlik hamda kunduzlik, kashlik va ta'tillik kurslar bo'lib, bu Xitoy ko'chmanlarining va Xitoy sayohatchilarining qizg'in olqishiga erishmoqda ekan. Undaqda Uyg'ur elida ko'rilayotgan bir qism Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur tilini o'rganish qizg'inligining o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan omil nima? Tövanda Stockholmdan obzorchimiz Navbaharning bu vaqtda tayyorlagan obzor maqolasi diqqatinglarda bo'lsin. Maqoladagi ko'z qarashlar avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xitaylarning Uyg'ur tili o'rganish qizg'inligiga nima sabab bo'ldi? Bu yil kirgandan buyon Xitoyning Undidar, Douyin, Xaukan qatorliq to'r supilari va har qaysi to'rbatlarida Uyg'ur tili o'rganish kasbiy markazlarining e'lonlari va til o'rganish filmlarining ko'plab tarqatilishi diqqat qo'zg'amoqda. Egilashlarga qaraganda bu xil Uyg'ur tili o'rganish kasbiy maktablarining ichida eng bozorliq bo'layotganlari Urumchi Shinju Ma'rifat tarqitish tarbiyalash markazi va Avangard Ma'rif tarbiyalash markazi qatorliqlar ekan. Bulardan boshqa yana bir qism Xitoy tili o'qituvchilari nomidan shaxsiy ochilgan Uyg'ur tili o'rganish kurslarimi Xitoylarning yoqtirishiga erishgan ekan. Qiziqarli yeri Uyg'ur tili o'rganish maqsad qilingan tarbiyalash maktablarida dars berguvchi o'qituvchilar va darsga qatnashuvchilarning hammasi Xitoylar ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Uyg'ur eli tavasida Uyg'ur tili kasbi uchun maxsus to'liq kurs va uningdan yuqori saviyada tarbiyalash nishon qilingan oliy bilim yurtlaridan Xinjiang universiteti, Qashqar universiteti, Xinjiang pedagogika universiteti qatorliqlar bor edi. Oliy bilim yurtlarida tarbiyalanib chiqqanlar asosan Uyg'ur tili va Xitoy tili kasbi o'qituvchisi, davlat ma'muri yoki tarjimon bo'lib yetishib chiqadi. O'qishni tamomlaganlar bo'lib saqchi organlari, davlat bexatarligi idorasi va Partikom qatorliq Xitoy davlatining nazorat va kontrol qilish funksiyalik apparati rolini o'taydigan organlarga o'rinlashtiriladi. Hatto Xinjiang Saqchi institutida maxsus Uyg'ur tili yo'nalishlik jinoiy ishlar razvedkasi kasbi ta'sis qilingan ekan. Xitoy doiralari bu kasbning terrorlikqa qarshi turish va jamiyat muqimligini saqlash uchun maxsus echilganligini tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralarining Uyg'urlarni idora qilish tadbirlaridan biri ekanligini yoshirib qola olmaydi. Hozirgi ahvoldan qaraganda Uyg'ur elida Uyg'ur tili kasbiga bo'lgan yuqori ehtiyoj tufaylidan oliy bilim yurtlaridan boshqa ko'plab til tarbiyalash kasbiy maktablari ochilib, Xitoy kursantlarning ehtiyojiga asosan turli kurslar ta'sis qilingan. Bularning ichida uzun muddatlik, qisqa muddatlik yoki kunduzlik, kashlik va ta'tillik kurslar bo'lib, Xitoy ko'chmanlarining va Xitoy sayohatchilarining qizg'in olqishiga erishgan. Undaqda Uyg'ur elida ko'rilayotgan bir qism Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur tili o'rganish qizg'inligining o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'lgan omil nima?
Үрümçi, Qashqar qatarlıq çoğ şəhərlərdə açılğan Uyğur tili tərbiyələş kəsbi məktəblərinin tor betidən erişkən uçurlarda Uyğur tili kəsbi xadimlərinin dövlət sirtidagi organlar, tashqi savdo şirkatlari, sayohatchilik qatarlıq sohalarda istiqboli parlaq ekanligi bayon qilingan. Xitoy torbətlərdə düşəndirilishicha, Xitoy dövlətinin O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyo bilan bo'lgan savdo va madaniyat almashtirish aloqa ishlarining kun sayin eshib berishidek afzal sharoit Uyg'ur tili kasbiy xodimlariga bo'lgan ehtiyojning kuchayishiga sabab bo'lgan ekan. Buningdan boshqa axborotchilik, ma'arif va ilmiy tadqiqot sohalarida Uyg'ur tili saviyasi yuqori bo'lgan ixtisosli xodimlarga nisbatan texnik ko'p xizmat va taraqqiy qilish fursatlari mavjud ekanligi tashviq qilingan. Bu xil tashviqotdan qaraganda Uyg'ur tiliga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgan ahvol ostida Uyg'ur tili adabiyoti bilan shug'ullanuvchilar yoki ona tili Uyg'ur tili bo'lgan o'qituvchilar bakrak bu xizmat o'rinlariga mos keladi. Әмма Xitoy doiralarining xizmatchi qabul qilish e'lonlarida ochiq va yoshirun holda Uyg'urlarning qabul qilinmaydiganligi eskartilgan ahvollarga duch kelib turamiz. Xitoy Kommunistik partiyasi hokimiyatining Uyg'urlarga qartilgan assimilyatsiya va yo'qotish siyosatining chingayib berishi, shundaqla 2016-yildan keyin avj olgan Uyg'ur qirg'inchiligi va madaniyat sohasidagi qirg'inchilik tufaylidan Uyg'ur elidagi matbuotchilik və ma'arif sistemasida zo'r chekinish yuz berdi. Uyg'ur tilida nashr qilinadigan gazet jurnallarning mas'ullari asosan yangilanib, mazmun jihatda faqatla Xitoyning qizil tashviqoti uchun xizmat qiladigan asarlar bilan cheklandi. Ma'arif jihatda bo'lsa, Uyg'ur tili 2017-yildan boshlab hatto boshlang'ich maktab ma'arifidan qoldirilib, Uyg'ur o'quvchilarning Uyg'ur tili o'rganishi uchun ta'sis qilingan barliq programmalar elib tashlanganligi bizga ma'lum. Ammo bu xil vaziyat Xitoy tashviqotlarida boshqacha shaklda tashviqot qilindi. Xitoy tashviqotlarida hozir maktablarda Uyg'ur tilining qoldirilishi Uyg'ur elida yo'lga qo'yilgan til siyosatiga amal qilish uchun bo'lib, Şinjanның birligi va taraqqiyotini rivojlantirish uchun ekan. Shunga davlatning nishoni Uyg'ur tilini amaldan qoldirib, o'rniga Xitoy tilini Şinjanның rasmiy hukumat tili qilib bekitish ekan. Tadqiqotchi Adrian Zensning oshkorlashicha, 2020-yilgacha barliq Uyg'urlarni Xitoy tilini suvdak so'zlaydigan qilish programmasi yo'lga qo'yilgan. 2010-yildan 2012-yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoy o'lkalaridagi Şinjan sinifiga qabul qilingan o'quvchilarning soni ko'rinarli oshgan. Demak, Uyg'ur tili ma'rifdan chiqarib etilgan, Uyg'ur tilida yoziqchilik qilish imkoniyati bargancha tarayotgan bir vaziyatda Uyg'ur tili o'rganishga hech qanday ehtiyojning qolmaganligini faraz qila olamiz. Halbuki Xitoy ko'chmanlari orasida ko'rilayotgan Uyg'ur tili kasbiy xodimlariga bo'lgan ehtiyojning bu qadar yuqori bo'lishi nima vajidan shakllangan? 2010-yildan boshlabla Uyg'ur avtonom rayonida qizil boshliq hujjat tushirib, yangidan xizmatga qabul qilingan ma'muriy kadrlarning cho'qim qo'sh til iqtidori bo'lishi kerakligi talab qilingan. Bu harakatning amaliyotda Xitoy hukumatining 2011-yildan boshlab tunji qadamini olgan atalmish Şinjanga yordam berish siyosati bilan chambarchas bog'langanligini faraz qilish tas emas. Şinjanga yordam berish chaqiriqi ostida 2011-yildan boshlab ta bugungacha davomlashayotgan Xitoyning ichki o'lkalaridan yoki Uyg'ur elidagi Xitoy kadrlarining Uyg'urlarni asos qilgan yezi kentlarga tushib xizmat o'tishi jarayonida Xitoy kadrlarining yerlik xalq bilan Uyg'ur tilida aloqa qilishi tabiiy holda ularning xizmatiga qulaylik olib kelgan. Amaliyotda bu xil qulaylikning turtkisi ostida Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratilgan nazorat va cheklama sirtmiqini texmo chingitgan. Terrorlik, diniy oshqunlikqa qarshi turish shiori ostida Uyg'ur elining har qaysi yezilarida o'rinlashtirilgan yuqori texnikalik nazorat kuzatish sistemalari nurg'unlagan begunoh kishilarning tutqun qilinishiga yo'l ochib berdi. Bu jarayonda Xitoy kadrlarining Uyg'ur tilida so'zlashishi ularni yerlik xalqqa texmo yaqinlashtirib, saqchi va bexatarlik o'rinlari bilan hamkorlashib, Xitoy hukumati belgilagan o'lchamlarga mos kelmagan barliq ish harakatlarni cheklashda cho'ng rol o'ynagan. Bington turma nazoratchilik qilish idorasi tor bekitining 2015-yil 23-noyabr kunidagi yo'llanmasida turma kadrlarining qo'sh til o'rganishni kuchaytirish temasida bir yozma e'lon qilingan bo'lib,
bu qamaq türmələrdə Uyğur cinayətçilərinin sanının eşib beriyotqanligidan derak berdi. Türmə kadrları əlbəttə cinayətçilər bilan aloqa qilish uchun Uyğur tilini öyrəniş ehtiyacı tug'ilgan. 2018-yili Beyjingda açılgan Mərkəzi Millətlər Yığınında Xitay Kompartiyası baş sekretari Xi Jinping az sonliq millatlar rayonlarida Xitay kadrlari az sonliq millatlarning tilida so'zlashishga tirishishi kerakligini yana bir qatim ta'kidlaydi. Xi Jinpingning bu chaqiriqi bizga bundan keyin Uyg'ur elidagi har qaysi ma'muriy ish boshqarish organlari, bexatarlik organlari, Bingtuan tarmoqlari, hatto axborot nashriyotchilik sohalaridami Uyg'ur tilini egillagan Xitoy xodimlarining ko'paydiganligidan derak berdi. Navbatda avj olayotgan Xitoy ko'chmanlari va Xitoy sayohatchilarining Uyg'urcha o'rganish qizg'inligi davomlashganda, ular aniqla til o'rganish bilan qolmay, Uyg'urlarga tegishlik bo'lgan xizmat va o'rganish fursatlarini tortib oladi. Natijada Xitoy hokimiyatining Uyg'ur elini mustamlik qilish va xitoylashtirish siyosatini ijro qilish qadamini tezlatgili bo'ladi. Qisqasi, Xitoylarning Uyg'urcha o'rganishi bizga Uyg'urlarni qorong'u qismatlarning kutib turayotganligidan signal berdi. Uyg'ur va qozoqlarning Turkiyaga ko'chish tarixi aks ettirilgan Turk dunyosida surgun va ko'chish nomli chatma filmning 6-qismi 21 yanvardan boshlab Turkiyadagi TRT ovoz televiziyasida tarqatilishga boshlagan. Mazkur chatma filmning 6-qismi Sharq Turkistondan ko'chish deb atalgan bo'lib, bu qismda Uyg'ur va qozoqlarning Turkiya ko'chish ahvolidan o'rin berilgan. Filmda ko'chman Uyg'ur va qozoqlarning hikoyasi, suhbat va sin ko'rinishlar orqali aks ettirilib, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati bayon qilingan. Igilinishcha, bu filmning tarqatilishi navbatda Turkiyadagi ko'rmanlarning diqqat e'tiborini Uyg'ur masalasiga qaratgan. Tövanda Anqaradagi ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarimdan bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotni anglaysizlar. Xitayning Uyg'urlarga ilib berayotgan besim assimilyatsiya siyosatining irqiy qirg'inchilikqa aylanishiga ergashib, Turkiyaning davlat televiziyasi TRT ovoz kanalida tarqatilgan televiziya chatma filmining 6-qismi Sharqiy Turkistondan ko'chish deb atalgan bo'lib, bu qism Uyg'ur va qozoqlarning Turkiyaga ko'chishiga o'rin berildi. 1-oyning 21-kuni Turkiyadagi TRT ovoz televiziyasida tarqatilishga boshlangan Turk dunyosida surgun va ko'chish nomli chatma filmning 6-qismida 1949-yili Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkistonga besib kirgandan keyin Uyg'ur, qozoq qatorliq xalqlarning Turkiyaga ko'chib kelishi aks ettirilgan. Mazkur film Tangritog' eteklarining ko'rinishi bilan boshlanadi. Filmda oldi bilan munolar bayon qilinadi. Türklerin kadim yurdudur Doğu Türkistan. Zengin yeraltı kaynakları, benzersiz coğrafyası ve jeopolitik konumuyla tarihin coğrafi kalbinde yer alır. Türklerinin kadim yurti Şarkı Türkistan, yer astı baylıkları, dünyada misli görülmeydiğen acayip güzel manzarası ve stratejiyalik ehmiyeti bilen tarixning coğrafiyalik kalbiga joylashgan bir makon. Lekin bundaq afzallikka ega bo'lgan joy 1,5 asrdan buyon üstü uçuk türmege aylangan. Hazır Şarkı Türkistan xalqi dünya cemaatçiliğinin közünün aldida irqiy qirg'inchilikqa uchramoqda. Şarkı Türkistan xalqi uchragan ko'chishlar ölüm bilan oxirlashgan bo'lib, vatanidan ayrilgan Uyg'urlarning o'z ziminiga Xitoylar joylashtirilgan bugunmi hem şundak. Türk dünyasida sürgün ve köçüş namlıq filmde sanatçılarının canlandırışıda Xitay saqçı ve armiyalarının Uyg'urlarga qarata elib berayotgan zulüm ve besim siyasetleri ko'rsatilgach munolar bayon qilinadi. Toplama kamplarındaki sistematik işkenceler, ailelerinden koparılan çocuklar ve daha nicesi. Sistemalik qiynashlar, ailesidan ayirib etilgan balalar, irqiy qirg'inchilikqa aylangan zulm va besimlar texigacha davom qilmoqda. Bu zulm va besim Xitoylar 20-asrning boshlarida Sharqiy Turkistonni besib olish bilan boshlangan bo'lib, Uyg'ur va qozoq qatorliq xalqlar zulmga qarshi izchil holda kurash qilib kelmoqda.
Mezgur çatma filmde 1949 yılının ahirida Komünist Xitay armiyasi Sharqiy Turkistonga besip kirgandan keyin Uyg'ur va qozoqlarning Keşmir chegarasiga kelganda Xitay armiyasi aldını tosudu. Ular bu tosalgılarga qaramasdan nurgun qiyinchiliklarni yengib chegaradan o'tdi. Türk dünyasida sürgün ve köçüş namlıq köp qismliq hujjatlik filmning Sharqiy Turkistondan köçüş qismida Uyghur ve Kazaklarının Türkiye'ye köçüşü mundak bayan kılındı. Müslüman ve Türk olarak hayatta kalmak için yaklaşık 18 bin kişi 1949'da yeniden dalga dalga göç kaldırır azatlığa. Vatini besivelingandan keyin Uyghur ve Kazaklar aldı bilen vatinini qutquzish uchun tajovuzchilarga qarshi kurash qildi. Ahirida musulmon Türkiye xalqlar o'zlarining milliy kimliklarini qo'g'dab qilish uchun 18 ming atrofida kishi 1949 yılının ahirida erkinlikka qarab ko'chishga boshlaydi. Sharqiy Turkistondan Köçüş namlıq filmde Türkiye'deki her qaysi universitetlarda Uyghur ve Kazaklarning köçüşü to'g'risida tadqiqot elib berivatgan profesörler bilen ziyaret elib berilgan. İstanbul Üniversitesi profesörü Ömer Kul Efendi mundak degan. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Tarihin en dramatik göç hadisesidir. Men şunu diyeleymen ki bu insaniyet tarixideki en tragediyalik köçüş hesaplandı. Çünkü bu köçüş jarayonida çöller ve igiz tağlarını besip ötüş jarayonida nurgun adamlar yolda tonlap ölgen. Uyghur ve Kazaklarning 1949 yıldaki köçüş doğrusida köp sanda makale e'lon qilgan Nev şeherdeki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Fakültesi doçenti Tekin Tuncer Efendi mundak deydi. Göç ederken bir defa kış şartlarla uğraşıyorlar ki birçok insan yolda donarak şehit olanlarımız var. Yine donma yüzünden ayaklarının parmaklarını kaybedenler var. Köçmenler kış aylarında yolga çıkkan bolgaçka yolda tonlap ölgenler var. Putları üşüp manalmaz bulup kalganlar var. Bu Türkiye milletler tarihideki en tragediyalik köçüş hesaplanıdı. Sharqiy Turkiston'daki Köçüş namlıq filmde 18 ming etrafında adamның yurtidan ayrılıp yolga çıkıp 1954 yılda pakatla 1853 etrafında kişiningla Türkiye'ye yetip kelgenligi aynı zamandaki Adnan Menderes hükümetinin kararı bilen bularning Türkiye puhralığına qabul qilinganligi bayan kılıngan. Filmde 1853 göçmenning Türkiye'ye elip kelinişide Uygurlarning rahbari İsa Yusuf Abdikin bilen Muhammed İmam Buğra'nın intayin muhim rol oynaganligi ta'kidlanadi. Senariya avtori Hakan Qarataş, film işlegüçü Rafael Sultan bulup, Sharqiy Turkistondan köçüş kısmının baş maslahatchilik vazifasini ötegen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sabık müdürü, axbarat kasbi profesörü Abdulhamid Avşar Efendi bilen telefon söhbeti elip bardı. O 2008 yılı Sharqiy Turkistondan köçüş bayan kılıngan bir hüccetlik film işlenip TRT televiziyasida tarqıtılganligini, lekin bu qatimqi hüccetlik filmde texme etrafliq bayan qilinganligini, Uyghur irqiy qirg'inchiligining tilga ilinganligini aytdi. 2008 yılda rejissör Ahmet Okur, senarist Cemil Yavuz'unki yasagan 9 kısımlık sürgün ve ölüm de bir nübatti, hüccetlik film battı. Şu yerdimi bir bölümünü bu Sharqiy Turkistondan köşke ayırgan, o dramatize belgesel degen nime kılıp canlandırıp yasagan bir hüccetlik filmdi. Bu yerde Barat Hacam'ın hikayesini anlatkan o ücretlik filmde. Türkiye Devletlik Radyo Televizya İdaresi karmağıdaki Türkiye Avazı Radyosu'da işlevatkan jurnalist Mirkamil Kaşgarlı Efendi, TRT Avaz Televizyasının Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri bilen chetteldeki Türkler arasında körüş nispetinin intayin yuqur ekanligini, tarqalış sürütünün tez, dairesinin keng bolduğanligini, şu sebepten bu filmning Sharqiy Turkistonning ovozini anglatishda ta'sirining zo'r bo'lganligini bildirdi. Sharqiy Turkiston davani to'ntishda bek muhim rol o'ynaydi. Bularni TRT ovoz degan Turkiyaning asosan Türk dunyosiga chet elga qartilgan bir kanali. Sharqiy Turkistondan Köçüş namlıq filmde
Köçmen Uygur ve Kazaklarının hikayesi sözlengen söhbet ve görünüşler arkalık Uygurlarının ağır vaziyeti bayan kılınıp Türkiye'deki körürmenlerinin dikkat itibarını Uygur meselesiga tartkan. Türk dünyasida sürgün ve köçüş namlıq çatma filmde qadimdan tartib O'rta Asiya, Kafkaziya, Sabık Yugoslaviya, Bulgariya, Romaniya, Kırım ve Giritsiyadaki Türk ve başka milletlerinin Türkiye'ye köçüş kısımlarına bölüp bayan kılıngan. Bu programını Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan